Örük mag'izi. Örük mag'izi tarkibida o'simlik xolesterin bo'lib, buni uzoq muddat iste'mol qilganda nachar xolesterinni azaytib, yurak kasaliga giribtor bo'lish xatarini azaytqili bo'ladi. Hamidur. Ya'ni sho'xli tarkibidagi mol tomatinning yurak, qon tomirini qo'g'dash roli bor bo'lib, yurak kasalining qo'zg'alish nisbatini azaytishga foydali. Tatliq yangi. Uningda yuqori tala ilmeniti bor bo'lib, kuchayni siliqlab taratni ravonlashtiradi. Shundaqla odam badanida yig'ilib qolgan ortiqcha kislotalik tarkibini neytrallashtiradi. Buning tarkibidagi kollagen hamda yepishqoq ko'p qanatlik modda arteriya qon tomir qatishining oldini oladi hamda qon tomirining elastikligini saqlaydi. Palak qon tomir to'silishining oldini oladi. Tarkibidagi vitamin so'ngakning zishliqini oshiradi. Turib. Tadqiqotchilar turubning o'tir yosh yashanganlarning yurak kasaliga giribtor bo'lish nisbatini tuvallatadiganligini va yurak qon tomir kasalliklarining oldini olg'ili bo'lganligini bayqagan. Qora o'rik hazm qilish sur'atini ostilitadi va nachar xolesterinni tez badan sirtiga chiqarib etib, qondagi shakar tarkibi va xolesterinni eng yaxshi saviyada saqlashga foydali. Qora purchaq tarkibida sinik, keton, magniy, selin qatorliq mikroelementlar mol bo'lib, qonning yepishqoqligini tuvallatish va qarishni kechiktirishdek muhim rolga ega. Kunda ozroq purchaq iste'mol qilganda yurak kasaliga giribtor bo'lish nisbatini azaytqili bo'ladi. Qora qayronquloq tarkibidagi qon plazmasining uyushib qolishiga qarshi turadigan modda arteriya qatishish, tojismon yurak kasali qatorliq kasalliklarga shifo qiladi. Anarning tarkibidagi ko'p xil aminokislota va mikroelementlar hazmni yaxshilab oshqozon jarohatining oldini olib, qon tomirini yumshatib, qondagi yog' va shakar moddasini, xolesterinni tuvallatishdek roliga ega. Chechak sayning yuqori qon besimi, yurak kasalini tangshash roli bor. Kudadagi muj elementi odam badanidagi yog'ni ko'ydirishga foydali bo'lib, metabolizmni g'idiqlaydigan tabiiy qon zardobi hisoblanadi.